Hayit dasturxoni uchun bir chiqadigan juda mazali, kam xarj va barakali pirojnoye retseptini bugun sizlar bilan bo'lishaman. Avval idishimizga shakar va tuxum sarig'ini solib mikser qilib olamiz. So'ng ketidan sut, yog', qavatma, kakao qo'shib yana bitta mikser qilamiz va un qo'shib quyuqroq massa hosil qilamiz. Listimizga pergament qog'oz solamiz va tayyor massani tekis qilib yoyib olamiz. So'ng qizigan duxovkaga 170 gradusga 20 minutga pishirish uchun jo'natamiz. Korjimiz pishguncha bezesini tayyorlab olamiz. Avval tuxum oqini oppoq pik holatiga kelguncha yaxshilab mikser qilamiz. So'ng oz-ozdan shakar qo'shib yana mikser qilishni davom ettiramiz. Korjimizni pishganini cho'pi yordamida tekshirib olamiz va 5-10 minut sovutib olamiz. So'ng tayyorlab olgan bezeni yonlari bilan bir xilda surib olamiz. Yana 10-15 minutga duxovkaga bezelarning usti salgina qizarguncha jo'natamiz. Tayyor pirojnoyimizni ustidan ganajimizni quyib olamiz. Qarabsizki, o'ta yumshoq, sochli va mazali shirinligimiz ham tayyor. Albatta, bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ringlar va o'z fikringlarni izohlarda qoldiringlar. Like va podpiska bosish esinglardan chiqmasin. Hammaga yoqimli ishtaha!